Germaniyadan Primoy reys bilan zakaz asosida kelgan G63 restyling avtomobilimiz. Bu Double Night paket AMG Ride Control eng full opsiyada tomosha qilamiz. O'zgarishlarni tushunib olishdan oldin bitta like qo'yamiz va biz boshladik. Bu yerda обновленный diska odatda parogli seri, no Double Night paketda полностью qora va бесключевой достуp. Salonimizga xush kelibsiz, hurmatli obunachilarimiz. Avtomobilimizda birinchi izmeneniya bu rul 223 ruli, undan tashqari avtomobilimizda sensorli monitor, yangicha MBUX, GLS dan olingan avtomobilimizda klimat kontrol, bu yoqda touchpad, полностью avtomobilimiz korvosli karbonda, undan tashqari manufacturer koja va AMG Ride Control. Bu AMG Ride Control mashinani yanada yumshoqroq, ustuvchiroq va komfortliroq qilib beradigan funksiya. Bu funksiyani o'zi $8000 turadi, hurmatli obunachilarimiz. Va bu avtomobilimizning orqa monitorlari 223 taka juda aqlli, chiroyli. Kimga shunaqa avtomobil zakaz kerak bo'lsa, bemalol avtoliderga murojaat qilsanglar bo'ladi. E'tibor uchun rahmat.